Xo'p, assalomu alaykum. Salom hammaga. Akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugungi video roligimizda prezident o'yinini o'ynab davom ettiramiz. Xo'p, bizda ahvol qanday? O'tgan gal video o'chirganimdan keyin ham 2-3 minut o'ynadim. Turkmaniston bilan aloqalarni biroz yomonlashtirdim. Sababi bizning maqsadimizni bilasizlar. Kaspiy dengiziga chiqishimiz kerak. Buning uchun Turkmanistonni o'zimizniki qilishimiz kerak. To'g'ridan to'g'ri o'zimiz hujum qilsak, xalqaro hamjamiyat, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotida anaqamiz yomon, ahvolimiz yomon bo'lib qoladi. Boshqa davlatlar bilan atnashinamiz buziladi. Ba'zilari bizga qarshi urush qilishi mumkin. Shuning uchun qitiqlab birinchi Turkmaniston hujum qilishiga erishsak, uni yengib, keyin biz qarshi hujum qilishimizga yo'l ochiladi. Xo'p, bizda nima qurilyapti? Kazarma qurilyapti ekan, to'rtta. Yaxshi kazarmani kuchaytiramiz. Sovg'a bor ekan, sovg'ani olamiz. 23 ming tanga berdi, yaxshi. 37 ta motor berdi. Motormidi bu? Adashmasam motor edi. Dvigatel motor 36 ta. Xo'p, biz suv xarid qilishimiz kerak. Xitoydan olamiz ekan. 1,200,000 litr. Yo'q. Bizga 800,000 litr ham yetadi. 800,000 uch 800,000 litr. Ana. Xo'p, davom etamiz. Yana nimamiz kam? Xo'p, bizda tuz mashinani anaqasini qursak bo'lmasmikin, fabrikasini? Shakar. Mana suv qursak bo'ladi. Kuniga 174 litr suv. Shuni qurib olsak, akalar, hadeb suv sotib olavermaymiz-da. Mana tuz chiqaradigan fabrika. Buni qura olmaymiz ekan. Bizga beton bilan taxta kerak ekan. Shakarni ham ko'raylik, bir yo'la sotib olamiz keyin. 50 mingtadan oshiqroq taxta, 5 mingga yaqin beton kerak ekan. Buni sotib olish uchun bizda pul yo'q. Bu 25 ming taxta kerak. Betonimiz 2,5 mingta xolos ekan. Yana 2,5 mingta kerak. Xo'p. Vazirligidan olamiz, yana nima qilardik? Yana vazirliklardan olamiz-da. Xo'p, ta'lim vazirligidan olamiz. Urush vazirligidan olamiz. Bo'ldi. Yetadi. Bitta konsert berib olamiz. Shu bilan obod. Pulni 100 ming qilib olsak, keyin sekin narsalarni sotib olib ishlataveramiz. Mana Turkmaniston bilan savdo shartnomasini o'tgan yil bekor qilganmiz. Sanksiya kiritgan ekanmiz. Savdoni bekor qilib,
sanksiya kiritgan ekanmiz. Shuning uchun anaqamiz neytralitiga tushib qolgan aloqamiz. Prezidentni haqorat qilamiz. Уверенmiz. И еще пожалел об этом. Короче, haqorat qildik-da. Oq bayroq anaqa qilamiz. Taslim bo'lgan ma'noda. Argentina nima deyapti? Trinidad Tobagoga hujum qildi deyapti. Balo-bom hujum qilib. Biz o'zimizda mana bitta hujum qilish ehtimoli katta bo'lyapti. Elchini ham chaqirib olamiz, davay. Endi Turkmaniston bilan anaqa holatga kirishimiz mumkin. Urush holatiga kirishimiz mumkin. Tezlikda emas, sekin-sekin buni Turkmaniston tarafi birinchi tasdiqlashi kerak biz uchun. Bizni siyosatimizga ko'ra shunaqa bo'lishi kerak. Biz birinchi hujum qilmasligimiz kerak. Biz Turkmaniston hujum qilgungacha atrofimizdagi boshqa davlatlar bilan aloqani yaxshilab, anaqa shartnoma tuza olishimiz kerak. Mudofaaviy shartnoma. Kimdir hujum qilsa yordam beradigan. Afg'oniston bilan bunga erishsak bo'ladi. Chunki anaqa harbiy imkoniyatlarimiz deyarli teng. Harbiy imkoniyatimiz past bo'lsa ham ko'pchilik anaqa qilmaydi-da, bunaqa shartnoma imzolamaydi. Chunki bizdan ularga foyda bo'lmay qolishi mumkin. Mana Afg'oniston imzoladi. Tojikistonga ham taklif beramiz. Tojikiston imzolasa kerak, chunki harbiy holati bizdan past. Qirg'izistonga ham jo'natamiz. Keyin bitta konsert beraveramiz yana. Ekonomik krizis. Chunki anaqa harbiy anaqadan mudofaa vazirligidan pul olganmiz. Olyapmiz kuniga. Uni to'g'rilasak. Xo'p, bizning ittifoqdoshlarimiz Afg'oniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, mana atrofimiz. Endi Pokiston bilan ham harakat qilib ko'ramiz. 20 ming bersak bo'lar. Yana 2 ming. Konsert berishimiz kerak ekan. Xo'p. Pokiston bizdan ancha kuchli. Pokiston bilan ham harbiy ittifoqdosh bo'lsak, ancha foydasi tegadi. Pokiston отказ berdi. Nimaga? Недостаточно сильными. Bizdan kuchsiz sizlar demoqchi-da. Kuchli bo'lishimiz kerak, yetarli darajada kuchli bo'lishimiz kerak. Pokiston kuchini qaranglar, akalar, вообще kuchli-da. Xo'p. Marsga uchamizmi, akalar? Mars qulub ekan. Nima bu yer? Kosmический dastur 50 million ketar ekan. San 100 mingdan o'tibdi pulimiz. Yana kompyuterlarni anomiyam kazarmani keyin aerodromlarni qurib olamizda. Bitta. Yo'q, bitta emas, bitta. Mana kazarma 56 ta bo'libdi. Ya'ni askarimiz 560 mingta bo'ladi bu bilan. Arsenalni ko'p kuchaytiraylik. Arsenalni bitta qo'shsak bo'lar ekan. Bitta qo'shamiz.
bir yilda ko'payarkan. Kuniga 5000 beradigan qilsak bo'lmasmikan? 3200 bo'ldi. 3700 bo'ldi. Ana 4000 bo'ldi. Kuniga 4000 berib tursa, 200 ming qo'ysak, keyin hammasini joy-joyiga qo'yib, kazarmani kuchaytirdik. Arsenalni kuchaytiramiz, aerodromni kuchaytiramiz, keyin anonni kuchaytiramiz. Kuchaytirmaymiz, tuz, shakar, suv chiqaradigan fabrikalar quramiz. Shu bilan obod. Urushga tayyorlansak bo'ladi keyin. Hozir kuniga konsert berib turmasak, ahvolimiz chatoq, reytingimiz tushib ketyapti. Reytingimiz tushib ketganiga sabab mana shu vazirliklardan pulni qisganimizda, budjetga yo'naltirganimiz. Xalq talab qiladi-da u vazirliklarni pul bilan ta'minlashimizni. Biz naborot ulardan qisyapmiz. Xo'p, 18 reyting. Juda 200 mingga chiqolmaymiz shekilli-da. Mana shu reyting 10 ga tushgungacha qo'shsin, keyin yechib olamiz. Konfliktga borish uchun nima uchun anaqani tanladim? Turkmanistonni tanladim, chunki biz dengizga chiqishimiz kerak. Afg'onistonni tanlasam, Afg'oniston ham bizdan kuchli, ham uni olganimiz bilan dengizga chiqa olmaymiz. To'g'ri, Turkmaniston bilan ham dengiz bo'lib, katta dengizga chiqib olmaymiz. Imkoniyatimiz kengayadi. Dengiz anaqalari qurishimiz mumkin, kemalar, har xil harbiy anaqalar qurishimiz mumkin dengiz bilan bog'liq. Ana 200 mingdan o'tdik. Endi to'xtatamizdan uni pauza qilib turib, bunga qo'shamiz. Bunga ikkita qo'shilib ketib qoldi. Bunga qo'shamiz. Sport vazirligi ham bor ekan bizda. Bunga qo'shish kerak emas edi. Mayli. Bunga 75 qo'shib yubordik-da, o'sha chatoq bo'ldi. Mayli. Xo'p, bizda davom etamiz. 200 ming pul bor. Biz nima qilishimiz kerak? Soliqni ko'rib chiqaylik, soliq qayerda? Soliq qayerda? Mana soliq. Soliqni kamaytirishimiz kerak ekan. Aksiz solig'i. Bo'ldi. Ana. Bizda kuniga 36 dollar pul qo'shilyapti. Kuniga 42 ta aholi qo'shilyapti. Bu kam, ancha kam. Buni ko'paytirish uchun biz anaqani yaxshilashimiz kerak. Buni ko'paytirish uchun oltin kon qo'shishimiz kerak. Aholini ko'paytirish uchun bitta anaqalar bor. Elektr energiyani yaxshilashimiz kerak, suvni yaxshilashimiz kerak. Endi 3 ta aeroport bor ekan, aeroport qo'yaylikmi? Yo'q, hozir shart emas. Hozir
bizga atom elektr stansiya quramizmi? Hozir anu kazarma anaqa arsenal ham bitgandan keyin ham elektr energiyani oladi-da anchagina. Oltin kon qo'shamiz. Bitta qursak bo'lar ekan xolos. Bizda bor anaqaga. Davay mana shuni quramizda, keyin biz suhga yordam beramiz. Suv, shakar, tuz bilan shug'ullanishimiz kerak. Aholiga kunlik kerak bo'ladigan narsalar shular. Xo'p, biz taxta sotib olamiz Xitoydan. Yo'q, 118 ming emas. Xitoy uzoq-ku, yaqinroq yo'qmi? Turkiyadan 63 mingdan olamiz. Keyin beton olishimiz kerak, yana Xitoy, Erondan olamiz. Temir ham kerak bo'ladi. Temirni qayerdan olsak, Eronda temir to'lmay qolsa ekan. Xo'p, nashni olamiz. Mongoliya, Qozog'istondan olamiz. Shuni kesinchi. Buni narsalarni buyurishda yetadi. Bu tanka, qiruvchi samolyot, mana shunaqa narsalar ishlab chiqarishga kerak bo'ladi bular. Bronya, stol. Stolni Rossiyadan 120 ta olamiz, Rossiyadan olamiz. Dvigatel bor, bo'ldi. Dvigatellar kam ekan. 36 ta olamiz, yana 36 ta olamiz. Eronni bo'ldi. Xo'p, grip ketdi, grip. Kimga 600 yordam berish kerak ekan, beramiz. Xo'p, Surinam Trinidad Tobagoga hujum qilyapti. Nima? Trinidad Tobago sanlarni harpini xom urdimi? Boya Argentina ham so'ragan edi. Отказ beramiz. Suriya nima deyapti bu? Hujum qilmaslik aktini nishon anaqa imzolaymiz deyapti. Davay. Shunisi uchun Suriya biz ittifoqdoshimiz bo'lishi kerak. Suriyada savdo shartnomasi imzolaymiz. Suriya bilan aloqani yaxshilashimiz kerak. Chunki bu Suriya. Bizning asosiy o'yindagi asosiy strategik anaqamiz, maqsadimiz bittaga bitta davlat bo'ladi. Mana shu davlatni imkon qadar yo'q qilishimizga to'g'ri keladi. Bizning g'oyaviy maqsadimiz shu. Bu o'yinda shunaqa narsa bor. Qaysidir davlatni bosib olib, qaysidir davlatga yerini sovg'a qilib bo'ladi. Masalan, mana bu davlatga. Shunda akalar. Suverenitet поддерживать. Mustaqilligini qo'llab-quvvatlaymiz dedim. Ramalla shahri ekan poytaxt. Ikkita diplomatda ketyapti Shomga. Bittasi Suriyaga, bittasi Falastinga. Bizda terrorist bor, yaramas. 11270 askar jo'natamiz, piyoda askar. Borlar. Terroristlarni dab qilib keldilar. Tankada terroristlar ketyapti. Suriya отказ berdi. Nima sanlar menga hujum qilmoqchimisanlar? Savdo shartnomasiga ham отказ berdi.
Tushunmadim men Suriyaga. Nimaga bunaqa? Sovg'a qilamiz. Unda 1100 ta piyoda, 2 ta pushka, bitta yetadi, bitta yer. Statistika hammasini beramiz. Mana 16 ta beraylik. 16 ta bitta yer beramiz. Suriyaga. Shunda ham neytralitet bo'ldi xolos, iflos. Ko'rnamaklar. 12 ta tanka, bizda potlotki bilan военный kорабль, avianasos yo'q, bombardir. Bu o'zimizga kerak bo'ladi. 118 ta bor xolos ekan o'zi. Beshta beraylik. Shundan дружба bo'ldik endi. Hop, Falastinga ham bir nimalar beraylik a. Falastinga ham bir nimalar berishimiz kerak. Hop, oddiy askar beraylik 1000 ta. Tanka beramiz 25 ta tankani tashdi ekan o'zi. 420 ta ekan, 29 ta beraylik. Neft yo'q, biz neft olishimiz kerak. Pokiston hujum qilmaslik akt so'ra. Anaqa askarlar armiya rivojlangan sari xavotirga tushib qoladi shekilli yonimizdagi davlatlar, boshqa davlatlar. Pokiston bilan hujum qilmayman, aloqamiz yaxshi-ku. Savdo shartnomasi imzolaymiz bular bilan. Mana shu оборонительный союzni imzolasa zo'r bo'lardi ittifoq. Qozog'iston ham hujum qilmasligini so'rayapti. Sanlarga nima hujum qilaman men? Savdo shartnomasi imzoladi Pokiston. Xo'p, dunyoda tinchlikmi? Yo'q, bunga atkazib berdi оборонительный союзga, harbiy ittifoqga. Xo'p, Afrikada nima gap? Jazoir bo'tdi, Marokash, Mavritaniya, Senegal, hammasi joyida. Côte d'Ivoire, Gana, Togo, Benin, Nigeriya. Hujum boshlandi. Gana Côte d'Ivoire'ga hujum qilyapti. Ana akalar, boshlandi. Bosib ololmadi. Yutqazdimikan? Mangoladan neft olamiz. Pulimiz yetmas ekan, mayli, tangaga anaqadan ishlatamiz, birlashdan. Oltin deylik o'shani. Xo'p, yaramaslarni yutdik. 2,5 mingta askarimiz ketdi-da. 15 ming oltin bilan bo'laveradi. Qozog'iston atkazib berdimi? Mana anaqasi edi bu? Mongoliya ekan. Mongoliya emas. Mana. Hujum qilmaysanlar-ku, menga ne atkazib berasanlar? Kutini yirtib yuboraman hujum qilsam. Ya, kutuz ekanmi? Mayli. Kuchayamiz akalar. Bitta arsenal qurilyapti. Bitta yana arsenal qurilsa, tankalarni qo'yamiz, pushkalarni qo'yamiz.
Qo'y, mikrofonni o'chirib qo'yingman. Akalar ko'rdinglarmi, men bitta qaranglar. Qozog'iston Qirg'izistonga urushgin deyapti menga. Qirg'iziston bilan urushmalaring burnimi tagida bo'lib. Birga hamjihat bo'lishimiz kerak. O'zim bosib olaman bo'lmasa hammangni. Jim yashalaring. Men Turkmanistonni bosib olsam yetadi. Prezidentiga tashash qilamiz yana. Diversiya qilamiz. Diversantimiz yo'q ekan. Bundoq qilamiz. 20 ta diversant tashlaymiz-da. Ketdani diversant. Ashxobodga. Mana Afrika muammosi nima bo'ldi ekan? Gana Gaddiva. Menimcha kuchi yetmadi-yu Ganani. Kuching yetmasa balo bormi urushib? Janubiy taraflarichi. Mana buni qaranglar. Mana bu Central Afrika. Mana bu diversantlarimiz yutqazib qaytib keldi. Bittasi yutqazib 9 tasi qaytib ketdi. 10 ta jo'natdik. Mayli. Men Janubiy Afrikani bosibdi deb o'ylayman. Markaziy Afrika kichkina ekan, o'rtada ekan, kichkinagina. Madagaskar, Tanzaniya, Zambiya, Zimbabve. Hammasi joyida. Men qaytma Zambiyaga. Xo'p. Somali, Shvetsiya nima deyapti? Shvetsiya bizga shirinlik olgin deyapti 19 ming. Yordam so'rayapti ekan. O'zimizda qancha u shirinlik? O'zimizda 54 ming ekan, bersak bo'laveradi. Odamdan yaxshilik qoladi akalar. Bervordim Shvetsiyaga. Xo'p, bizda ahvol qanaqa? Nimalar keldi, nimalar kelmadi? Menimcha hamma narsa kelibdi. Taxta olishimiz kerak. Xitoydan olib arzonroq. Shu kelsa, keyin boshlab yuboramiz akalar. Uni qurilishlarni boshlaymiz. Temirimiz bor. Kam, lekin olishimiz kerak, pulimiz kam. Aholimiz 33,5 millionga tushib ketibdi. 34 million 200 ming edi. Boya vazirliklardan anaqani oldim-u, o'shanda kamayib ketdi-da, minusga ishlab ketdi. Hozir 322 kuniga qo'shilyapti, xudo xolasa yetib oladi. Xitoydan tezroq kelsa edi, Pekindan keladi. Mana Shimoliy Koreya bilan Tayvan nima qilyapti bular? Biton ketyapti ekan. Savdo qillaring, lekin urushmalaring. Nima qilasan urushib? Kambodja, Tailand, Laos, Vyetnam, Myanma bular joyida. Kim bo'lmagan. Bangladesh, Butan, Nepal bularga Hindiston qarab tursa kerak. Bitta Shri Lanka bor. Mana yaxshi davlat. Qo'ylar. Bir atakaxni. Bir oldin o'ynaganda men bilan urushuvdi, rosa urushgan. Shular bilan anaqa imzolab qo'yaylik. Myanma hamasi hujum qiladi. Xolis anaqasi ko'p. Askari ko'p. Nepal bilan ham imzolashimiz kerak. Nepal. Katmandu. Bunga sovg'a beramiz. Nima beramiz? Sovg'a sifatida neft o'zimizda yo'q. O'zimiz ishlab chiqaradigan nimamiz bor? 4 ming beramiz.
hech narsa o'zgarmagan. Mayli. Turkmanistonga yana bir nimalar tashlab qo'yishimiz kerak. Qancha nimasi bor bilib keladi shpionlar. Xo'p, Yevropada tinch. Qozog'iston biton sovg'a qildi. AQSh bilan bizni shartnomamiz nima bo'ldiki? Imzolagan ekan. Davay savdo shartnomasini imzolaymiz. Elchixonalarimiz bor ekan. Xo'p, birlashgan rezolyutsiya mana embargoni biz joriy qilganmiz Isroilga qarshi. Mana O'zbekistondan Isroilga 185 kun qoldi. Turkmanistonga qarshi nimadirlar qilsak bo'larmikan? Qurol embargosi joriy qilamiz Turkmanistonga qarshi. Biz bilan urushganda qurol sotib ololmaydi. Akalar, bu fikrlar faqat o'yin uchun, noto'g'ri tushunishlar bo'lmasin. Davay. 28-30 kunda ko'rib chiqilar ekan. Bu ko'rib chiquncha Xitoydan bir nimamiz keldimikan? Tezroq nima ketib ketdi? Xo'sh, bizda elektr bilan muammoyimiz yo'q. Menimcha bitta atomli elektrostaniya qursak pulimiz qolmas ekan. Bitta ma'murlar qurib turaylik vaqtinchaga. Biz suv ishlab chiqaradigan anaqa qurmasak bo'lmaydi. Kuniga 1000 ta berar ekan, yo bundan emas. Buncha emas, biz 10 ta qursak yetadi. 10 ta qursak kuniga 580 litre suv berar ekan, yetsa kerak menimcha. Tuzga 3 taga yetar ekan. Bitta qurib turaylik, shakar ham qurishimiz kerak. Hamma yo'qdan ko'radi. 3 ta shakarga yetar ekan. Shakarni 2 ta qilamizda. Bitta tuzga yetarmikan? Yetar. Bo'ldi. Ana 2 ta shakar, 2 ta tuz, 10 ta suv, 16 ta bo'lar ekan. 16 ta suv bo'laveradi. Xo'p. Biz oltinda oltin konkursi uchun 200 ming ta beton, 200 ming ta taxta, 20 ming ta temir kerak ekan. Buni Xudo xolasa keyingi videolarimizda olib qilamiz. Keyingi videolarda menimcha Turkmaniston bilan bir nimalar bo'lsa kerak, chunki reyting anaqamiz отношениямыз 15 ga tushib bo'ldi. Hozircha shu akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.